Vay, kim o? Dayıkan biciramsiz, ben dayıkan bicamayman. Qanday? To'xta sen, Japiyanın qo'y deymensizlar. Bir uyun içinde oturup, başkalarının uyudakilarning cho'nglarning pulini aldaydigan. Gitmek kuylar, ha? Qanchalik oilani xonavayron qilyapmidan cho'pchilar, ha? Fuchurab qolmazmi, ukam akam bunday o'rimchilik. Piyon kesiytman shu, oldingmi? To'xtab tur ukam, yilmi men anda emas deb berman biz bu yerda. Yilmi ma hukumatdan shunda yordam qilib bizga hozir degan saqchilar shunda nim qilib beryapti-ku. Ammo ukam yasaydi ujma sen deb qo'ya. O'zingni ma 7 azani saqlaganga ishlab pul tepsanmanda, ha? Voy, kim o? Qana ahvolingaz? Daykan? Perma daykan bijirmayman. Dosh qitimladim daykan bijirmizda pulim olib olgan bordaqlar aqazın şuma, ha? Shu topdima bizni o'ylab qanchalik qiyinchiliklar bo'lib ketdi. O'shni his qildim bordaqlar, ha? Ma yo'qida, yo pichan uchrab qolmalar ko'zimizdan basmayjma bordaqlar, yurganlar tizlab nechini. Onang, telefon qo'ysan salam saqo, Bu nega telefon qilmayjma? Anangni hayvon. Yaxshimi? Kim o? Daykan bijiramsiz? Men sizga bijirib beramdim yo siz menga bijirib beramsiz shunday bo'lganda? Sizlarga Japiyan shumi? Nurg'un oilani xonavayron qilayotgan munofiq to'ngiz shumi? Xijillar sana bo'lmabdi kal yuringlar. Va galbilki avlodning pulini olib olgan haqasing emasmi shunday bo'lganda? Yana menga daykan bijirammiz. Nega? Mehmet Seysiya, bir yüzün mü? Mankala bir yüzün çim bolmadı mı? Ödem mi akarsın nime? Kayda bağlandı. Şuma. Daykan bijiramsiz? Ben kaylama soğuk paydalığını gibi olsa kıyal bağız münem ağrıtın cuma tulan. Aldın mı? Nimem yesen de? Toxtab tuğuna. Sen daykan bijirimizde nurgun aile xonavayron qilayotgan, nurgun aileni ajrattirayotgan. Japiyan ya sen şu mu emasmi? O güzel kulağım tıkım cuma ben de koyayım. Üstüne fıçırap kalmam bana de koyayım. Nime de akıllısı? Man kayla hicil bombadan ben de. Üstüne çıkma Süleyman. Man kayla ma tonxanlarını sorap bak. Üstüne çıkma Süleyman kam vuruptum de. Yasatı cuma sakçılı akasına bir tutar çıkıvatır ben de koyayım. Az kaldı akasının günü mü? Kaydara kavaldıra. Açma. Daykan çürümez. Bir daykan çürümez demek. Hala böyle ki taşını bir kep çüre sen cuma. Yani bağdaki Ahmet'in taraftan çürem toyak ekip. Bu pullu kulak kalsa. Fikam biz bir daykan çürüp tansiyonu toyguamayımız deymen demekten. Toxtab da ilk arkasına ilk telegram aldamçılık Japiyan gen şu ma. Annangizga qonchuguylar, ma arkasına nurg'un ma aile xonavayron qilyapti mal bilamsan. Qashqar kep qamay dolan ketman bilan uraman. Annangizga guylarma, anda qilishma deyma. Adam emas shovchilar. Xijil bo'lashmadingmi? Xijil bo'lashmadingmi? Nurg'un oilani arkasına xonavayron qilyapti. Ma nurg'un oilani ma arkasına ajrashtiryapti. Xijil bo'l, annangizga guylar. Juma ma'qulmi? Qanday bo'lgansiz appa? Siz kim o? Daykan çürmez. Manevi çürüğün da şoy. Adamın motoda katmanı bakma. Nim kızlar da şu bana daykan çürüp. Xijil boz. Sen ilk Japiyan mı? Nurg'un ailini xonavayron qilayotgan soqchi sizlar emasmi? Adamın motoda katmanı da. Banqalarni da. Xijil bo'lmadingmi? Ama qarqashda uchrab qolmag'ini maqma bana. Ay vala urma maqmasini. Xijil bana da xijil. Yaxshimi? Yaxshimi jinim saqab qanday uydagilarning yaxshimi? Salomat turibmisizlar? Cho'nglar yaxshimi? Daykan men inim, daykan bijiramayman. To'xta jinim saqam, sadg'an ketay. Oxir topdim sizlarni. Jinim saqam sizlar bir telegraf oldim, Japiyan shu emasmi? Nimda qilsizlar jinim saqam oy? Daqul deyman, jinim saqam. Ashdan nurg'un oilani xonavayron qilyaptinglar, xijil bo'lmadinglarmi? Yuzinglar atroflar bir chimil. Jinim saqam, unudimma bir qozonchi xodiga deb pul topsam olmamda,
Ay, man qarajilım chaqa, manda qilli. Sen bizning uy kelsan bir san aytgancha damlab bergan san bir tarbiya qilay. Qanda? Unda qilmanglar jinim chaqam, nurg'un oilani xonvayron qo'yatdinglar. Mana. Yaxshimi? Yaxshi bo'lma. Sen kim o? Ha? Deyko'mikini bilmas. Sen meni mush tunyanmay qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Men davlat ishkindarizlik pixsiki ma'lumi. Ali Qurban ma'lum. Endi tundingmi? Shum. Men hozir endi bir orom ilayotgan vaqtimda sen menga telefon qilib qolding. Mening oromimni buzding deb o'ylayman. Ammo seni men endi tunib qoldim. Tunib qoldim. Men mushu nurg'un shpinlarda va yoki nurg'un videolarda sizlar telegraf oldim yoki zapiyani men ko'rgan shpinlarni ko'rgan. Shunga sana deydig'ini men baqdim. Qo'lan saqo'gan ekan. Qo'lan saqo'gan ekan sen chiqib bir emgak qilib paksiyon tut. Paksiyon tut. Nurg'un oilani xonvayron qilayotganingga men seni pek sadga bilan bir shu tillashni hozir o'z ko'nglimga bir qaror qildim. Qaror qildim. Shunga sana deyman. Men deyman muhtoj emas. Mening xeyli yaxshi pulim bor. Pulim bor. Men kichik vaqtimda sunnat to'yida mana nurg'un pullar tushgan. Shu pul xajda ben tugatganim yo'q. Shunga sana deyman. Buniki menga shu telefon qilma. Shu o'zimni yo'qolaman. Hammalarning oldinib qolmasligini chunki onimda umid qilma. Anoniki mas sincha ishganda ma og'zini ichib sol qilsanglar, mashina, moto, PS5lar o'ylamag'an mukofotlanislar so'q qilyapti. Shundan diqqat qilib qo'ysanglar, xayr xo'sh. Yana qanday mazmunlarni ko'rganinglar bor. Mush inkas rayonini qoldirib qo'yinglar. Endi Fanyanzo yana boshlab ketamiz. Kanalni boshlaymiz. To'g'ri sizlar o'ylab boqmagan, sizlarni yoqtirgan aktiv energiyaga filmlarni sizlarga bundan keyin o'zimning janxorsi orqali sunaman. Hammalar salomat bo'linglar, o'yliklaringlar salomat bo'lsin, xayr xo'sh.